Assalomu alaykum. Avtoremont kanalimiz obunachilar va YouTube kuzatuvchilari, aziz do'stlar. Lacetti avtomashinasini olib qolganmiz. Bu mashinani 2013-yil ishlab chiqarilgan. Jiddiy ishlari bor edi ekan oldilarida, mayda-chuyda deb kraskalari ham ko'payib qolgan ekan. Shuning uchun bu mashinani jentra qilib, katta bo'ladi mashinasidan qilib bermoqchimiz. Xo'p, buni rangini ham qoraga bo'yaymiz. Polностью salonlarini, motorlarigacha tushirib, torpedalar hamma yo'g'ini yechintirib, oldilarini jentra qilib, mashinani qora svetga bo'yab beramiz. Buni полный program xizmati shu elektrik motoris oldilarini jentra qilib berish xizmati $1200 ga gaplashilgan. Bundan tashqari, obog'da motorning ichida hado'ylarida ishlari chiqib qolsa, ularga alohida beramiz deyishdi. Shu ishlarni ham bir yo'li qildirib o'tib keting deb aytishdi. Shu ishlarni ham qilib, chiroyli qilib mashinani katta bo'ladi, mashinasidan qilib beramiz. Mashinamiz bunaqangi jastrashni urinib ketmagan. Oldida mayda-chuyda deb ishlari ko'payib qolgan ekan, shularni. Lekin bir tekis mashina ekan. Chiroyli qilib chiqarib beramiz inshaalloh. Kimga shunaqangi xizmatlar zarur bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Videomizni boshlaymiz aziz do'stlar. Zapchastlarimiz keldi, mana original. O qanotlarimiz original. Kapot original. Zapchastlar yetib keldi. Ba'zi ishlar ham katta tezlikda ketyapti. Yechintirish ishlarini olib borilyapti. Katta bo'ladi, mashinasini ham boshlab berdi mana. Oldida даже dugalari ham yo'q ekan. Kusoylari turibdi xolos mana yerda. Oldilari jinday ish ko'rib qolgan ekan. Xo'p, bag'lari yaxshi holatda. Yechintirishlarni boshlab yuborganmiz. Orqa fe'llarni ham chiqarib berdim. Bagajini yechintirdik. Xo'p, bamperlarini yechib berdik, yana zapchastlar kelgan. Detallarimiz tayyor. Ichi yutashi bo'lmasdi. Shu teshik rosa urinib ketgan ekan. Полный rixtovka qilib, oldindan rixtovka bo'lgan, keyin kamini o'zimiz ham tekizlab, hozir ponni shpaglov ketib qolganlari. Detallari tuzi yaxshi ekan. Shu tosh tegan joylari, mayda miyatinalarini tekizlab yuborildi. Xo'p, mashinamiz o'ziga keladigan bo'lsak, o'zi ham mana paroylari, xo'p, orqa qanoti ashetta chirib ketgan ekan. Almashtirib berdik, bir yo'l arkasi bilan birga almashdi. Almashdi-yu, shu nima ichi yutashini birga qo'yib yubordik. Kontaktlari o'zida qoldi. Bu tarafi ham tayyor, dolisi, tomlari ham tayyor. Xo'p, azizlar, Lacetti proyektimiz tayyor. Hozir birozdan keyin katta bo'ladi, mashinasidan bo'lib qoladi. Mashinamiz olasi GCVSdagi Toshkent shahridan kelgan mashinamiz inshaalloh tayyor holatda. Полный program gruntovkalarni qilib, ichlarini ham nolga tozalab, buyaqlari ham Genetkalarni ham cho'tka qilib o'xshatildi, buyaqlari. Xo'p, mashinamiz ideal holatda chiqdi inshaalloh. Hozir kraskalarni urib
birozdan keyin уже katta bolalar mashinasidan bo'lib qoladilar. Hop, Lacetti proyektimizni detallari ham osilib, sepildi, bazalari tayyor. Cho'tki tushgan bazalari ham. Lakilari ham mana tayyorlanyapti inshaalloh. Talaklarini o'zi. Bu nima artildimi? Salfetkada. Azla detallar bilan qo'shib turib Malibu fara sepib berdi yana. O'ta go'zal holatda chiqdi. Buni birinchi hop 180 likda, 320 likda, 500 likda apparatda olib turib, keyin dars oxirida 600 lik и 1,5 millikda yaxshilab olib tashab turib, keyin talak urib berdi. Narigisini treshinasi bor ekan shekilli, parlanib qolgan ekan. Qurib ketadi, orqasidagi krishkasini ochib berdik. Qurib ketadi bu ham. Mo'shni chiqqan, o'zi mana shunaqangi parlanib qolgan ichidan. Cho'tki chiqdi inshaalloh. Malibu mashina olib qo'yganmiz. Bamperlarni, paroylarini, yosh farasini sepib beryapmiz. Lacetti proyektimiz hop detallari sepilib tayyor bo'ldi. O'ta go'zal holatda chiqdi mana inshaalloh. Bitta-ikkita changlarni hisobga olmaganda, changlar iloji yo'q bo'ladigan narsa, ularni zo'r qilib changni o'chiradigan keramik nimalarimiz bor, instrumentlar bor. Ular bilan zo'r qilib tashab turib, zo'r qilib polirovka qilib beramiz inshaalloh. Cho'tki holatda chiqadi. Elektriklarimiz kelib polni program. Hamma yo'llarni tekshirib ulashyapti. Polirovkamiz ana birinchi qatori. Srazi 1-2 qilib ketilinyapti ana. Ikkinchisi, yana birinchisi. Ideal chiqyapti. Azla xudo xohlasa mana ideal holatda chiqdi. O'zi keramikaga o'xshab chiqdi mana. Molding, barxtlarni qator qo'yib, aka o'ylarni qo'yib, jinni yig'adigan joylari bor polirovkadan keyin. Shularni chiroyli qilib yig'ib bersa, egalariga topshiramiz. Xudo xohlasa o'ta ideal chiqdi. Yaqindagina shu mashina hop GSV svet dedi, polniy nolga yechintirib qora svetga bo'yadi mashinamiz lasi. Ishga baho berib, xudo xolasa shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar, azizlar. Qo'ldan kelganicha shunaqangi zavod holatda chiqarib berishga harakat qilamiz. Sog' salomat bo'linglar.
Azizlar, mana nihoyat Toshkentdan kelgan mashinamiz tayyor, Lacetti holatida kelgan edi, GSV Svetda. Endi bo'lsa mana xohlasa katta bolalarning mashinasidan bo'lib tayyor bo'ldi. Buni polniy program 0 ga yechintirib, ichlari bilan hamma joylari bilan kraskalarni qildik. Ichlarida ancha ishlari bor edi. Oldidan o'sha ozgina DTPlari bo'lgan ekan. Ularni ham tortib keltirib, chiroyli qilib o'sha radiator ko'tarib turadigan poprechniklari almashdi. Ichida bir ikkita joylarida sklatkalar qolib ketgan ekan. Ularni tekizladik. Xo'p, o'ng tomon paroga almashdi. Oldi endi Gentra Lacetti Gentraga o'zgartirilgani uchun polностью detallari almashgan. Detallarimiz yangi. Xo'p, orqa tarafidan almashgan joyi mana shu kalinkasi almashgan. Xo'p, kalinkasi mana shu stop ochkisi orqa bagajniki almashdi. Shu ichlarida ham ozgina sklatkalari bo'lgan ekan. Ularni tortib tekizlab, bagajlar, zapaskani o'rnlarini ham chiroyli qilib tekizlab, kraskalarini qildik. Xudo xolasa mashinamiz ideal holatda chiqdi. Egalari kelishyapti, inshaalloh. Egalariga shunday chiroyli holatda topshiramiz. Chiroyli qilib mo'lkalarini ham qildirib kelib qo'ydik. Ichlarini ham takaxon chiroyli qilib tozalab berdilar. Go'zal holatda chiqdi, xudo xolasa. Mashinamiz o'zi 2013-yilda ishlab chiqarilgan 1.6 avtomat lyuklari bilan xudo xolasa ko'chani bezayi bo'lib yuradi. Kimga shunaqangi xizmatlar zarur bo'lsa, azizlar murojaat qilinglar. Qo'ldan kelgancha xuddi shunaqangi zavod holatda chiqarib berishga harakat qilamiz aziz do'stlar. Murojaat uchun opisaniyada nomerlarni qoldiraman. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Yaqinlarga yuborib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bundan keyingi videolarimizda uchrashguncha qolamiz.